Assalomu alaykum, hurmatli tizim xodimlari. Bugungi dars mashg'ulotlarimiz sizlar bilan tizim faoliyatida zamonaviy time management texnologiyalari va ularning samaradorligi bo'yicha so'z yuritamiz. Ushbu mavzu bo'yicha sizlar bilan 4 ta reja tuzilgan. O'sha 4 ta reja bo'yicha suhbatlashamiz. Birinchi rejamiz vaqtni boshqarish texnologiyalarining nazariy asoslari. Ikkinchi rejamiz vaqtdan foydalanishda yo'l qo'yiladigan xatolar. Uchinchi rejamiz vaqtni boshqarish va uni amaliyotda qo'llashda oila va xotin-qizlar tizimidagi xodimlar uchun kunlik, haftalik vazifalar, tartib qoidalar va maqsadlar bo'yicha suhbatlashamiz va oxirgi 4-chi rejamiz rahbarning vaqtdan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari bo'yicha sizlar bilan o'sha 4 ta rejani ko'rib chiqamiz. Hurmatli tizim xodimlari, time management o'zi nima degan savol tug'iladi. Time management bu inglizcha so'zdan olingan bo'lib, vaqtni boshqarish degan ma'noni anglatadi. Time management bu ya'ni kim vaqt resursdan, ya'ni vaqtni hisobga olish, ya'ni taqsimlash va rejalashtirishdan iboratdir. Professional boshqarishning vaqtga doir shiori bu kamroq ishlash, ko'proq ulgurish degan ma'noni bildiradi. Asosiy g'oya esa bu yerda vaqtni boshqarishda. Vaqt bu, ya'ni tiklanib bo'lmas resurs hisoblanadi. Mana xabaringlar bor. Vaqt o'tib ketgandan keyin qilayotgan ishingizda siz unumdorligini ham bilmaysiz. Siz nima ish qilganingizda o'zingizga kelsa anglanmagan holatda bo'lasiz. Hurmatli tizim xodimlari, qisqacha sizlar bilan o'sha vaqt menejmenti bo'yicha ozgincha sizlarni tanishtirib o'tdik va ushbu mavzuning birinchi rejasi bo'yicha sizlar bilan so'z yuritamiz. Vaqtni boshqarish texnologiyalarining nazariy asoslari nima? Vaqtni boshqarish asosi bu vaqtni samarali taqsimlash, rejalashtirish yoki ularni nazorat qilishga nima qiladi? Ilmiy qarashlar bilan qonun qoidalar bilan olib boriladi. Vaqtni boshqarishda, ya'ni ular asosan 6 ta turga bo'lib o'tib ketgan. Buni sizlar bilan bir-bir sanab o'tib ketamiz. Vaqtni boshqarishda, ya'ni misol uchun time nazariyasi, ya'ni menejment nazariyasi, psixologiya, pedagogika va o'zini rivojlantirishdi. Yoki sistemali yondashuv, iqtisodiy nazariya va oxirgisi misol texnologik yondashuvlar olib boriladi. Time managementining, ya'ni menejment nazariyasi nimadan iborat? Ya'ni maqsad qo'yish, rejalashtirish, tashkil etish, oxir nazorat va tahlil tamoyillariga asoslanadi. Psixologiyachi? Psixologiya esa motivatsiya, diqqat, iroda, odatlar va sistemali boshqaruvda olib boriladi. Pedagogika va o'zini rivojlantirish, ya'ni shaxsiy samaradorlikni oshirish usullaridan olib boriladi. Sistemali yondashuv, ya'ni bu yerda vaqti cheklangan resurs sifatida, ya'ni ko'rib ularni nima qilib bo'lmaydi, ustuvorlikni oshirib bo'lmaslik boriladi. Iqtisodiy nazariya esa samaradorlik, holanki xarajat yoki natijalarga tushuntiriladi. Texnologik yondashuvlar, metod, algoritm va instrumental masalalar olib boriladi. Ya'ni bunda misol uchun time block yoki Pareto tamoyillari tushunsa olib boriladi. Hurmatli tizim xodimlari, ana bu yerda o'zlaringiz ham ko'rib turishingiz mumkin. Mana Pareto tamoyilini oladigan bo'lsak, vaqtni boshqarish Pareto tamoyili, ya'ni misol uchun bu yoqda 80 ga 20 qoidasini ilgari surgan. Bu 80 ga 20 qoidasi nima deyapti? Vaholanki 20% harakat qilganda 80% natija ko'rsatgin deyapti. Yoki teskarisini oladigan bo'lsak, 80% harakat qildi, 20% ya'ni nima qilyapti? Natijani ko'rsat degan ma'noga to'xtalib o'tib ketyapti. Bundan tashqari vaqtni boshqarish asoslarida, ya'ni iqtisodchi, sotsiolog vaholanki biznes konsultant Stephen Covey'ni oladigan bo'lsak, Stephen Covey esa o'sha vaqtni boshqarishga 4 ta tamoyilga to'xtalib o'tib ketgan. Ya'ni o'sha 4 ta tamoyilning birinchi misol tariqasida shoshilinch va muhim vazifalarni to'xtalib o'tib ketgan. Ikkinchisi esa shoshilinch emas, lekin ammo muhim vazifalarga to'xtalgan. Va uchinchisi shoshilinch biroq muhim bo'lmagan ishlarga to'xtalgan. Va to'rtinchisi shoshilinch emas va muhim ham emas bo'lgan
qoidaga to'xtalgan. Endi Steven Covey bu yerda aslonay ikkinchi tamoyilga to'xtalib o'tib ketilgani, ikkinchi tamoyil ilgari surgani bu nima demoqchi bo'lgan. Ikkinchi tamoyilda aytayaptiki, shoshilinch emas, ammo muhim bo'lgan vazifalarni siz birinchi choralarda qiling degan ma'noni anglatyapti. Bu yerda siz xohlaganki oldingizga bir hujjat kelsa-yu yoki sizni yoningizdagi yoki qo'l ostingizdagi mutaxassisga bitta hujjatni bergan vaqtingizda nima deyishadi? O'sha shoshilinch deb berishadi hammasi, lekin siz ammo o'sha shoshilinch emas, lekin juda muhim bo'lgan vazifani birinchi qil degan tamoyilga o'tgan. O'shaning uchun siz hurmatli tizim xodimlari, biz hammamiz bilamizki, hamma hujjatni yoki ishni shoshilinch deb bilamiz. Lekin biz qilayotgan ishimizda unumdorligini yoki shoshilinch deb ammo muhimligini joyigacha unutib qo'yamiz. Hurmatli tizim xodimlari, yana o'sha time managementini oladigan bo'lsak, smart mezonlarga to'xtalib o'tib ketsak, bu yerga smart mavzulari nima demoqchi? Smartda ayniqsa birinchi navbatda aniq yoki o'lchanadigan, erishiladigan ahamiyatli vaqtga inobatga olgan holatda ishni bajar deyishyapti. Bunda biz hammamiz bilamizki, vaqtimizni hisobga olmaymiz, aniqlaydigan ishimizni hisobga olmaymiz yoki masalan erishiladigan ertaga natija berayotgan ishlarimizni inobatga olmasdan o'zimiz bilmagan holatda yoki o'zimiz yoki bilib bilmay xatolarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Shuning uchun biz aniq smart mezonlarga oladigan bo'lsak, aniq yoki o'lchanadigan yoki erishiladigan ishlarimizni ahamiyatliligini bilib biz qilsak, ertanga o'sha o'zimizni vaqtimizni unumli foydalangan bo'lamiz va vaqtni samarali boshqarishiga bizlar nima qilamiz? Yo'l qo'yib qo'ymaymiz va vaqtni sekin o'z yo'lida, ya'ni vaqtimizni tejagan holatda ishimizni olib boramiz. Yana hurmatli tizim xodimlari, ikkinchi rejamizga to'xtalib o'tib ketadigan bo'lsa, ikkinchi rejamizda bu vaqtdan foydalanishda yo'l qo'yiladigan xatolar bo'yicha gaplashamiz. Mana xabarlar bor, korxona va tashkilotlarda ko'p insonlar vaqtni foydalanishda nima deydi? Misol uchun turli muammolar yoki turli xatolarga yo'l qo'yib qo'yadilar. Bu xatolar nima qiladi? Ertaga o'zimizni xatomizni hech kim bizga san to'g'risan deb ayta olmaydi yoki siz noto'g'ri qildingiz aytmaydi. O'zimizni xatomiz o'zimizni bilib ishimizni vaqtida qilib ketishimiz bo'ladi. Endi vaqtni boshqarishda, misol uchun noto'g'ri boshqarishning keng tarqalgan yo'llari yoki holatlari mana masalan sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bunda hurmatli tizim xodimlari, mana slaydimizda ko'rsatib ketganmiz. Bu yoqda ana sizlar bilan birma-bir sanab o'tib ketamiz. Birinchi o'sha yo'l qo'yiladigan xatolar vaqtda nima qilish qo'yiladi yoki biz o'sha xatoga yo'l qo'ymasligimiz uchun nimalar qilish kerakligimizni sizlar bilan suhbatlashamiz. Birinchi o'sha maqsad va reja yo'qligimiz uchun, ustuvorlikni noto'g'ri belgilaganligimiz uchun yoki haddan tashqari bandlikka berilganligimiz uchun yoki chalg'ituvchi omillar va diqqatni jamlay olmaslik yoki delegatsiya qilmasligimiz uchun yoki hamma ishni o'zim qilaman deb o'zini yonidagi hamkasbiga yoki o'zida siz rahbar xodim bo'lsangiz, qo'l ostida ishlarga bermasangiz, hamma ishni o'zim qilaman desangiz, u ya'ni delegatsiya qilmasangiz, u tushuniladi. Bu mavzuga to'xtalib o'tib ketamiz holi. Oxirgisi ishni orqaga kechiktirishimiz. Bular hammasi bo'yicha sizlar bilan suhbatlashamiz. Ana maqsad va reja yo'qligi. Inson qaysi yo'nalishda yoki qaysi ishda ishlashdan qat'iy nazar yoki harakatga qat'iy nazar nima qilishimiz kerak bo'ladi? Eng asosiy oldimizga maqsad va rejani qo'yishimiz kerak. O'sha reja asosida biz bugungi qilayotgan ishimiz va ertangi qilayotgan ishimizni rejamizga asosan qilsak, nima qilamiz? Vaqtdan unumli foydalangan bo'lamiz. Lekin ko'p insonlar nima qiladiki, hamma ishni tez qilib beraman deb, vaqtda unumli foydalanaman deb nima qiladi? Befoyda hujjatda ishlaganligini yoki hujjatda ko'p xatolar kelib chiqishlariga olib kelishi ehtimol bo'ladi. Mana ko'rib turibsizki, mana asosiy vaqtni boshqarishda maqsad va reja yo'qligi, ya'ni insonni nima qiladi? Bu stressiga, boshqa xuddi narsalarga olib keladi. Tak, maqsad va reja yo'qligi, maqsad va rejani tuzib olish, mana ko'rib turibsizlarki, nishonga urishda ko'rsatib qo'yamiz. Oldingizga misol tariqasida bitta ya'ni kim mahalla faoli bilan sizni oldingizga
rahbar sifatida sizni tinglash uchun bir fuqaro keldi. Ya'ni o'sha fuqaroni siz ishini hal qilib berishingiz uchun yoki siz oldingizga o'sha maqsadingizni qo'yish uchun o'sha fuqaroga to'g'ri, ya'ni javob berishingiz uchun nima qilishingiz kerak? O'sha fuqaroga siz aniq ko'rsatma bersangiz, o'sha reja asosida yoki qilinadigan ish bo'yicha aniq ko'rsatma bersangiz, o'sha fuqaro sizdan xursand bo'ladi va siz qilayotgan ishingizni nima qilasiz? Unni foydalanishga o'tib ketasiz. Ana ko'rib turibsizki, ya'ni maqsad va reja sizda aniq nima qiladi? Nishonga urishingizga olib keladi. Shuning uchun qilayotgan ishingizda birinchi o'rinda o'zingizda maqsadingiz bo'lishi kerak va oldingizda o'sha reja bo'lishi kerak. Va reja va maqsad bo'lmaganda ko'p vazifalar nimaga olib keladi? Vazifalarni uzoq vaqtiga nima qiladi? Cho'zilib ketishiga olib keladi. Ahamiyatli ishlarning kechiktirilishiga olib keladi. Yoki vaholanki muhlatlar o'tgandan so'ng nima qiladi? Diqqat bosim ostiga tushib olasiz. Ya'ni siz o'zingiz nima qilasiz? Vaqt o'tib ketgandan keyin ya kerakli hujjatni ya kerakli ma'lumotni berishingizga siz vaqtiga bera olmaganligingiz uchun sizda nima bo'ladi? Bosim bo'ladi, stress bo'ladi. Shuning uchun hujjatni bu yuqorida aytdik, ya'ni reja va maqsadni birinchi ocharga qo'yib olish kerak, reja qilish kerak va oxirgisi ya'ni qilayotgan ishingizning sifati pasayib ketishiga olib keladi. Ya'ni sizda maqsadingiz va rejangiz bo'lmaganida. Ya'ni ustuvorlikni noto'g'ri belgilash. Mana kun davomida birinchi o'rinda bajarilishi kerak bo'lgan vazifalarni bilmaslik, vaqtni izdan chiqaruvchi asosiy nima qiladi? Sabablarga olib keladi. Ustuvorlik bo'lmaganda vaholanki samarasizlik nima qiladi? Ko'payib boraveradi. O'shaning uchun ustuvorlikka biza nima qilishimiz kerak? To'g'ri belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi, haddan tashqari vaholanki bandlikka berilganlikni oladigan bo'lsak, ya'ni kim bandlikka berilganlik bu nima qiladi? Insonning hayot faoliyatida yoki ishida, o'qishida yoki boshqa faolliklarda ko'p vaqtni kechikib qo'yishga olib keladi. Bunda esa vaqt hisoblanishi nimaga olib keladi? Bu o'zingizda sog'lig'ingizga, vaholanki sog'lig'ingizga, uyqusizlikka yoki hatto qon tomir yuraklariga sizda nima qiladi? O'sha bandlikka berilganligingizda sizga juda chuqur va undan tashqari sizga stressga olib keladi. Chalg'ituvchi va undan tashqari diqqatni jalmay olmaslikka to'xtalib o'tib ketamiz, hurmatli tizim xodimlari. Diqqatni jalmay olmaslik, yalnız uchun chalg'ituvchi omillar bu nimalarga kelib olib chiqiladi? Chalg'ituvchi omillar vaqtni, ya'niki sizga sovuq, xafa qo'ng'iroqlari bo'lganiga olib keladi yoki ijtimoiy tarmoqlardan keladigan xabarlarga, vaholanki elektron pochta va boshqa narsalar sizni nima qiladi? Chalg'ituvchi omillarga olib keladi. Diqqatni jalmay olmaslikcha. Diqqatni jalmay olmaslik vaholanki siz o'zingizni ish o'rningizda o'tiribsizki, o'sha ish o'rningizda sizga vaholan nima qildik? Telefonni ovozsiz rejimiga qo'ymay ishlashingiz. Ya'ni diqqatni nima qiladi? Jalmay olmaslikka olib keladi. Elektron vaholanki xatlarni belgilangan tanaffuslarda tekshirishingiz vaholanki, ya'ni belgilanmagan holatlarda tekshirishingizni olib keladi va ortiqcha uchrashuvlar. Ya'ni sizga yuqorida aytdik, reja asosida uchrashuv belgilagan bo'lsa, shu reja asosida siz qilmasangiz nima qiladi? Xuddi shunaqa diqqatni jalmay olmaslikka sizga, ya'ni sizda ortiqcha uchrashuv, suhbatlar ham nima qiladi? Diqqatni jalmay olmaslikka olib keladi. Delegatsiya qilmaslik, mana hurmatli tizim xodimlari, sizlar bilan shu delegatsiya qismiga ozgina to'xtalib o'tib ketsak, delegatsiya qilmaslik. Mana misolchi hamma ishni o'zingizga olishingiz, o'zim qilaman deb turib olishingiz yoki o'zingizga olib qo'yib, ertaga hujjat ustiga hujjat yig'ilib ketaverib, o'zingizga bosim olaverishingiz bu sizga nima qiladi? Ertangi hayotingizga, faoliyatingizga, ishingizga, o'zingizga, sog'lig'ingizga juda katta minusga olib keladi. Shuning uchun bu delegatsiya qilish, ya'ni kim har bir korxonada, har bir tashkilotda mana sizni o'zingizda hurmatli tizim xodimlari qo'l ostida ishlaydigan mutaxassislaringiz bor. O'sha mutaxassis bu sizni, ya'ni korxonani tayanch ustunlari, ya'ni tayanch hisoblanadi. O'sha siz
berilayotgan hujjatni o'sha xodimga ishongan insoningizga yoki xodimingizga berishingiz kerak. Ularni faoliyatidan, ularni bilimidan, ularni aqlidan siz nima qilishingiz kerak? Foydalanishingiz kerak. Ana bu yerda hozir to'xtalib o'tib ketganmiz. Mana delegatsiya qilmaslik, hammangiz bajarishingiz. Ko'p rahbarlar xodimlarni uchraydigan xatolardan biri u, ya'ni boya yuqorida aytdik, barcha vazifalarni shaxsan o'z zimmasiga olishi va boshqalarga ishonib topshirmasliklar. Bu o'zingizga nima qilmaslik, shaxsiy faoliyatingizga chuqur sizga nima qiladi? Muammo tug'diradi va hamma hujjatni o'zingiz qilishingiz sizni ertaga hayotingizga kechirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun delegatsiya bu nafaqat rahbar, balki har bir xodim uchun muhim vaqt menejmenti hisoblanadi. Siz uchun har bir vazifalarni o'zi mahoratli va vakolatli doirasida shaxsga ishonib topshirib, kerakli hujjatni va o'sha insondan siz qabul qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizning vazifangiz bu yerda esa delegatsiya qilganingizdan so'ng asosiy vazifangiz natijalarni nazorat qilib borishingiz to'g'ri tushuniladi yoki o'zingiz muhim maslahatlar yoki muhim ishlarga sarflashingiz to'g'ri keladi. Chunki mana hozir bu yerda ham ko'rsatib o'tib ketganmiz. Rasmlar bilan berganmiz. Ishonib topshirish jamoaga oxirgi natijalarni olib borishi va sizni o'zingiz muhim vazifalarni ishingizda qilishingizga belgilanib o'tib ketilgan. Va undan keyingisi to'xtaladigan bo'lsak, ya'ni ishni orqaga kechiktirish. Tushuntiradigan bo'lsa, ishni orqaga kechiktirish bu nima degan ma'no? Ishni hamma ishni hujjatlar bo'ladimi, boshqa topshiriq bo'ladimi, siz o'zingizga olib qolsangiz, yoki yuqoridan turibchi tashkilotingizdan sizga yoki rahbar qo'mitadan sizga bir ishni bersa, siz nima qilasiz? Ishonib topshirasiz kimga? Agar siz ishonib topshirgan odam sizni ortiqcha kechiktirsa, sizga nima olib keladi? Qaraymiz. Mana ishni orqaga kechiktirish bu ya'ni bajarilishi kerak bo'lgan ishga yoki orcha suhbatga yoki oxirgi muddatgacha ishni olib bormashingizga yoki boshqa kabi ishlarga chalg'ib ketsangiz sizga nima qiladi? Oxirida rahbariyat yuqori turib tashkilotingiz o'sha ma'lumotni ber deb sizga so'ralganida siz nimaga olib kelasiz? O'shanda ortiqcha hujjat bo'lganda sizda stress bo'lishi yoki kimgadir baqir chaqir bo'lishiga olib keladi va o'zingizni ertangi faoliyatingizga yomon ta'sirlar kelishi mumkin. Shuning uchun hurmatli tizim xodimlari, sizlarni o'sha ishni ortiqcha kechiktirmagan holatda hujjatni o'z vaqtida belgilangan vaqt asosida har bir hujjat, har bir topshiriqni berishingiz tavsiya etiladi. Endi hurmatli tizim xodimlari, ana sizlar bilan 3-rejaga to'xtalamiz. Bu ayni 3-reja bu sizlarga eng kerakli reja hisoblanadi. Ya'ni kim oila va xotin-qizlar tizimi faoliyatida, ya'ni misol uchun qanaqa hujjatlar ishlash bo'yicha to'xtalamiz. Oila va xotin-qizlar tizimi faoliyatida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, vaholanki qo'llab-quvvatlash, huquqlarni himoya qilish, ta'zyiq va zo'ravonlikni himoya, kesma uyma-uy, vaholanki ayollar daftari va manzilli ishlash, monitoring, hamkorlik va ijro intizomi va boshqa hujjatlarni, ya'ni yo'nalishlar bo'yicha sizlar bilan nima qilamiz? Ozgina to'xtalib o'tib ketamiz. Ya'ni kim hurmatli tizim xodimlari, bu yoqda kunlik vazifalar, haftalik vazifalarni bloklarga ajratganmiz. Ana sizlar bilan o'sha asosiy birinchi 3 blokni ko'rib chiqamiz. Ertalabki, kunduzgi va undan keyingi blokni ko'rib chiqamiz. Ertalabki blok, ya'ni ish kuni oladigan bo'lsak, strategik qism hisoblanadi. Strategik qismda bu yerda mana ko'rib turishingiz mumkin. 8:30 dan vaholanki 8:50 ga kun boshlanishi, ya'ni 15-20 daqiqa siz ishga keldingizmi? Siz ishga kelishsak 15-20 daqiqa nima qilishingiz kerak bo'ladi? Ish joyini qisqa muddatda, ya'ni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Tayyorlashimiz bo'ladi. Chunki uyimizdan kelgandan keyin har bitta inson xonaga o'tirganda o'zini o'zlayotgan stolini nima qilish kerak bo'ladi? Ish joyini to'g'rilab keyin o'tiradi va kechagi ortiqcha vazifalarni ko'rib chiqiladi. Keyingisi elektron tizimlar, ya'ni pochta topshiriqlarini tekshirib chiqasiz va 3-chi
bugungi 3ta eng muhim natijali yozishmalarni ko'rasiz. 8:50dan 9:10gacha tezkor nima qilish, ya'ni ko'rib turishingiz mumkin, mana tezkor prioritetlash, ya'ni ustuvorlik darajasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bunda nima? Shoshilinch va muhim, ya'ni bugun darhol bo'ladigan ishni qilishimiz kerak. Keyingisi muhim, lekin shoshilinch emas va rejalashtirishimizni qilishimiz kerak. Keyingisi shoshilinch, lekin kam muhim topshiriq va delegatsiyalarni ko'rishimiz kerak va oxirgi na shoshilinch, na muhim, ya'ni kamaytirish va olib borishimizni tanlashimiz kerak bo'ladi. Va 9:10dan 11:00gacha, ya'ni chuqur ish, ya'ni deep work blokiga tushunadigan bo'lsak, bu nima chuqur ish, ya'ni asosiy hujjatlar yoki tahlil, keyslar yoki hisobot tayyorlash ko'rishingiz mumkin. Murakkab murojaatlar bo'yicha chora, ya'ni reja tuzish. Oxirgisi hamkor tashkilotlarga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ramziy va so'rov xatlar loyihalarini yuborishimiz kerak bo'ladi. O'sha har bitta soatda, har bitta vaqtda o'sha belgilanganday biz bajarsak, ishimiz unumli bo'ladi va ertangi o'zimizni hayotimizga ham nima qiladi? Stressimizga, bosimimizga hech qanaqa ta'sir bo'lmaydi. Va kunduzgi blok o'tamiz. Kunduzgi blokimizda ya'ni 11:00dan 11:15gacha nima qilishimiz kerak? Qisqa tanaffus olishimiz kerak bo'ladi. Chunki siz ishladingiz, hadeb o'tirdingiz. O'shaning uchun qisqa tanaffusda, ya'ni tik turish, ma'lum bir vaqtda yurish yoki chalg'ituvchi yoki o'zingizni nima qilasiz? Chalg'ishni chuqur nafas olishingiz, chuqur mashq qilishingiz sizda ertaga nima qiladi? Ish faoliyatingizda, ya'ni o'zingiz nafas olganingizdan keyin, yurganingizdan keyin ma'lum bir vaqtda yana siz o'sha nima qiladi? Qisqa tanaffus va harakatlar stressingiz kamayishi hamda diqqatni yana o'zingizga tiklab olishingizga olib keladi. 11:15dan yoki 13:00gacha abit vaqtigacha, ya'ni murojaatlar va keyslar bilan ishlashingiz. Bu yoqda murojaat va keyslar, kelib tushgan murojaatlarni ko'rib chiqishingiz, mana slaydda ham ko'rishingiz mumkin. Kelib tushgan slaydlarni ko'rishingiz mumkin yoki undan tashqari xavf darajasi belgilash, ya'ni tezkor reja asosida kuzatuv bo'lishingiz mumkin yoki zarur bo'lsa hamkor idoralar bilan bog'lanishingiz, keys yozuvlar yoki yangilangan start formatda siz yozishingiz mumkin. Oxirgi ayollar daftari va manzilli ishlash bo'yicha o'sha soatda qilishingiz mumkin bo'ladi. Va 11:00dan 14:00gacha, ya'ni bu nima vaqti? Tushlik vaqti. Qisqa tushlik vaqti. O'sha tushlikdan keyin yana siz nima qilasiz? Ish suhbatsiz 20-30 daqiqa real dam olishingiz kerak. O'sha hamma abitdan keyin, ya'ni o'sha belgilangan vaqtdan keyin nima qilishingiz kerak? 15 yoki 20-30 daqiqa qisqa muddatda dam olishingiz to'g'ri bo'ladi. Unda siz yana imkon bo'lsa qisqa muddatda yurishingiz tavsiya qilinadi. Va oxirgi o'sha keyingi 3-blokimiz, ya'ni peshindan keyingi blokimiz. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Peshindan keyingi blokimiz yana 14:00dan 16:00gacha bu hududiy ishlar yoki uchrashuvlar belgilanadi. Bunda mahalla faollari bilan muvofiqlashtirish, relashtirilgan uyma-uy o'rganishlarni yoki tashriflarni ko'rib chiqish yoki hamkor tashkilotlar bilan koordinatsiya o'rnatish va profilaktik suhbat yoki mini seminarlar yoki malaka oshirish rejalarini ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Va 16:00dan 16:15gacha yana 2-5 daqiqa tanaffus yoki 5 daqiqa ish joyini tartibga keltirish to'g'ri bo'ladi. 16:15dan 17:15gacha hujjatlashtirish va ijro nazoratini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bunda nima qilish kerak? Ya'ni kunning natijalarini tizimga kiritish, topshiriqlar holatini yangilash yoki ertaga o'tadigan vazifalarni tayyorlash, ertaga muhim qilinishi kerak bo'lgan vazifalarni tayyorlash yoki ijro intizomi bo'yicha qayta zarur tizimlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi.
va oxirgi o'sha 17:15 dan 17:30gacha kun yakuni, ya'ni 15 daqiqa sizga ajratishingiz kerak bo'ladi, hurmatli tizim xodimlari. Bu yoqda vaholanki bugun qilingan ishlaringizni o'zingiz sarhisob qilishingizga, ya'ni misol uchun bajarildi yoki davom etadi yoki shart emas kabi ro'yxatni ko'rib chiqishingiz va ertangi eng muhim 3 ta ustuvor vazifalarni o'sha ma'lum bir vaqtda belgilab olishingiz to'g'ri tavsiya etiladi. Ya'ni hurmatli tizim xodimlari, bu yoqda haftalik ish rejasini ham mana sizlar bilan tanishib o'tib ketamiz. Haftalik ish rejasi bu yerda qanaqa? Misol uchun dushanbadan jumagacha qilingan haftalik ishlarni, ya'ni biz blokka ajratganmiz yoki kundona qilishga rejaga bo'lib o'tib ketganmiz. Tak, dushanbada nima qilinish kerak bo'ladi? Dushanba rejalashtirish va prioritar kuni hisoblanadi. Bu ya'ni haftalik vazifalarni nima qilish kerak? Yig'ishimiz kerak bo'ladi. Shoshilinch va muhim keyslarni ajratishimiz, hududiy tashriflar yoki jadvallarni taqsimlash, hamkor idoralar bilan uchrashuv vaqtlarini belgilash yoki jamoaning ichki vazifalar yoki topshiriqlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Seshanba va payshanba kunlari esa vaholanki murojaatlar, keyslar, monitoring va maydon ishlarini nima qilishimiz kerak bo'ladi? Joyiga chiqqan holatda xonadon ishlarini tartibga solib yoki ko'rib chiqishimiz bo'ladi. Mahalla faollari bilan ishlash, maqsadli guruhlar bo'yicha manzilli ishlash va zarur ishlarni hujjatlashtirish va nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kim bu seshanba, payshanba kunlarida o'zingizda ma'lum bir vaqtda. Juma, ya'ni tahlil, hisobot, o'qish va oshirish kuni hisoblanadi. Ya'ni haftaning oxiri haftalik strategik ko'rsatkichlar, murojaatlar soni yoki yechimga yo'naltirilgan keyslarni qayta murojaatlarni ko'rib chiqishingiz. Undan keyin yechilmagan yoki cho'zilib ketgan keyslar bo'yicha nima qilish kerak? Sabablarni tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki kelasi hafta uchun, ya'ni keyingi hafta uchun riskli holatlar ro'yxatini siz shakllantirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Yoki 30-60 daqiqa o'zingiz qisqa muddatda endi mana o'zingizni ustingizda ishlashingiz uchun malaka oshirish va boshqa uslubiy o'qishlarni o'zingiz endi haftalik ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Va oxiri jamoa bilan mini briefing, nima ishlar nima bo'lganligini va nima qilish kerakligini, ertangi reja qanaqaligini siz mini briefingda ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi, hurmatli tizim xodimlari. Ana endi haftalikda nazoratni ko'rishingiz mumkin. Haftalikda nazoratni ko'rib ketgan rahbar yoki mutaxassis o'zi uchun quyidagi ishlarni yuritsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni rejalashtirilgan vazifalarni bajarilganligini o'zingiz mana foizda yoki o'zingizni ko'rsatkichingizni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Shoshilinch bo'lib qolgan, aslida oldinda rejalashtirilgan ish muhim bo'lgan ishlarni soni qanchaligini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Yoki bir keysga ketgan vaqtingiz qanchalik sarflingizni ko'rsangiz bo'ladi yoki qayta murojaatlar usulini ko'rishingiz mumkin. Yoki hujjatni qayta ishlash holatlari, soni, xato va kamchiliklar bo'lganmi yoki to'liq hujjat yuborilganmi, yuborilmaganmi, qilinganmi, qilinmaganligini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tanaffus qilgan kunlari ulushi haka yo'q deb o'zingizga ma'lum bir belgi qilib olsangiz bo'ladi. Va oxirgi muhim va shoshilinch hujjatlarning sonini siz ko'rib chiqishingiz mumkin yoki haftaga nechta hujjat yopganingizda siz o'zingiz reja asosida tekshirishingiz mumkin bo'ladi. Xodimlar uchun yoki qisqa yo'l yo'riq va tavsiyalar mana ko'rishingiz mumkin. Slaydda ham ko'rib o'tib ketilgan. Har kuni ishni xabarlar bilan emas, yoki prioritet bilan boshlash yoki 3 ta asosiy natijani yozishingiz kerak bo'ladi. Murakkab ishni nima qilish kerak bo'ladi? Ertaroq bajarishingiz tavsiya qilinadi. Har 1-2 soatda yuqorida aytib ketdik, har 2 soatdan keyin o'zingiz
mana bu yoqda ham berganmiz. 1-2 soatda qisqa muddatli tanaffus oling deyapmiz. Chunki qisqa muddat tanaffus olmasangiz, sizda ishlayotgan o'rningizda, o'zingizda yana qon bosimingiz, stressingiz paydo bo'laveradi. Shuning uchun har bir soatda 1-2 soat qisqa muddatda nima qilishingiz kerak? Tanaffus olishingiz kerak bo'ladi. Va murojaatni darajaga ajrating deyapmiz. Chunki darajaga ajratmasangiz, hujjatni hammasini vaqtiga shoshiling deb bilsangiz, o'zi nima qilasiz? Yuqorida aytib ketdikki, vaqtni yo'qotib qo'yishingizga olib keladi. Shuning uchun murojaatni darajaga ajratib, hammasini favqulodda shoshilinch emasligini ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hujjatni kechiktirmang deb yozamiz. Hujjatni kechiktirmang. Boya aytdik, hujjatni qancha vaqtda tez qilsangiz, shoshilinch emas, balki muhim bo'lgan vazifalarni qilganingizda bu shoshilinch emas qilsak bo'ladi. Va oxirgisi kun oxirida ertangi kunni ishini siz rejasini tayyorlab olishingiz bo'ladi. Ya'ni har hafta davomida qilinadigan ishingiz. Har haftada bir marotaba vaqt audit qiling. O'sha siz auditni mahallada o'zingizga xohlanki belgilangan joyingizda reja asosida nima qilishingiz kerak? Auditingizni qilib chiqing. Cho'zilib ketgan yoki 5 ta ishni alohida ko'rib chiqing. Nimaga cho'zilib ketyapti? Sababi nima? Qayerda muammo bor? O'sha asosda siz o'sha cho'zilib ketgan ishni ko'rib chiqing. Bir xil takrorlanuvchi ishni, ya'ni nima qilishimiz kerak bo'ladi? O'sha shablon yarating. Bir xil takrorlanmasligiga harakat qiling. O'shani siz qayta ko'rib chiqingizda, o'sha bir xil emasligini qayta siz yana o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Jamoa bilan yana 15-20 daqiqalik nima qilish kerak? Tahlil o'tkazing. O'sha qo'l ostidagi xodimlaringiz bilan jamoangiz tahlil o'tkazing. O'sha qilayotgan ishingizda yoki qilingan ishlar bo'yicha siz tahlilni olib boring. Va kamida 30 daqiqa qisqa o'sha xodimlar bilan o'zingiz yoki malaka oshirish bo'yicha ozgina suhbatlashishingiz mumkin bo'ladi, hurmatli tizim xodimlari. Tak, va oxirgi 4-rejamiz, hurmatli tizim xodimlari, rahbarning vaqtdan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari bo'yicha gaplashamiz. Ana, hurmatli tizim xodimlari, rahbarlar uchun vaqtni boshqarish eng dolzarb muammo hisoblanadi. Rahbarning vaqtdan foydalanish nafaqat uning salbiy ish imkoniyatlari yoki balki misol butun jamoaning ham ish muammolariga nima bo'ladi? Ta'siri ko'rsatiladi. Shuning uchun mana Harvard biznes tadqiqotchilari ham tadqiqot o'tkazganda 27 ta yirik kompaniya rahbarlari bilan nima qilgan? Tadqiqot o'tkazganda vaholanki 62.5 undan, ya'ni 6 kundan ortig'i ishni aniqlashgan. Bunda 50 soatdan ortig'i vaholanki ishni qilishi samaradorligini pasayib ketishini belgilagan. 70 soat mehnat qilgan xodim esa amalda 55 soat ishlab xodimdan ko'proq ish qildi degan ma'noda to'xtalib o'tib ketgan. Demak, bu nima demoqda? Har rahbar uchun asosiy maqsad bu yoqda mana ko'rib turishingiz mumkin, ko'proq ishlash emas, balki aqlliroq ishlash, ya'ni vaqtni oqilona taqsimlashga, nima qilib, vaqt ajratishga to'xtalib o'tib ketilgan. Mana ko'rib turishingiz mumkin, slayddan berishingiz mumkin. Ana xodim ishlab o'tiribdi, oxirgi ikkita xodimga ish buyurgan va vaqtni bizga ajratib o'tib ketganmiz. Har 50 soat yoki 55 va 70 soatda vaqt ajratganmiz. Ana ko'rishingiz mumkin. Asosan o'sha rahbar nima qilishimiz kerak? Maqsadli ishga ko'proq vaqt ajratishimiz kerak bo'lar ekan. Ana, hurmatli tizim xodimlari, rahbar vaqtdan samarali foydalanish uchun quyidagi belgilangan tavsiyalarni amalga oshsa, ertangi ishiga nima bo'ladi? Foyda bo'ladi. Ya'ni strategiyalashtirishga ko'proq vaqt ajratish. Vaqt taqsimotida liderlik faoliyati e'tibor qaratish. Vaholanki uchrashuv va muloqotlarni nima qilamiz? Optimallashtirish kerak. Keyingi vakolatlarni taqsimlash va jamoaga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Tayanishimiz kerak bo'ladi. Va oxirgisi mehnat va dam olish muvozanatlarini saqlash, o'zini nima qilishimiz kerak bo'ladi? Rivojlantirishimizga sarflashimiz kerak bo'lar ekan. Endi strategik rejalashtirishga
ko'proq vaqt ajratish, ya'ni tashkilot yoki shaxsning uzoq muddatli maqsadlarini aniqlash va o'sha maqsad bo'yicha ya'ni nima qilishimiz kerak bo'ladi? Erishish uchun resurslardan samarali foydalanishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni samarali rahbar o'z ish haftasining salmoqli qismini nima qilishimiz kerak? Tashkilotning kelajagi va rivoj strategiyasiga nima qilishimiz kerak bo'ladi? Siz vaqtingizni ajratishingiz kerak bo'ladi. O'shandagina sizni tashkilotingiz, sizni korxonangiz, siz ishlayotgan joyingizda, qilayotgan ishingizda strategiyalashtirsangiz, hammasi o'sha o'zingiz o'ylaganingizdek strategiyalashtirishga vaqt ajratishingizda siz har bir rahbarning kundalik ishiga bo'lgan ya'ni nima qilgan bo'ladi? Tizim faoliyatidagi yo'nalishni to'g'ri belgilagan bo'lasiz. Vaqt taqsimotida liderlik deyamiz. Vaqtdan liderlik ya'ni kim har bir rahbarning vaqt sifatida kuzatib ularni shartli ravishda yoki menejer tipga yoki lider tipga ajratgan bo'lamiz. Ya'ni lider tipdagi rahbar vaqtning katta qismini turli bo'limlar va tashqaridan kelgan vakillar ishtirokidagi yuqori darajadagi uchrashuvlarga ko'proq vaqt sarflashi kerak bo'ladi lider rahbar. Menejer tipdagi rahbar esa individual, ya'ni operativ ishlash, masalan mahalladagi ajrim, bandlik ayollar daftari yoki turli og'ir turmushi og'ir oilalar bilan ishlash va tizimdagi boshqa muammolarni nima qilishimiz kerak? Vaqtlar har xil uchrashuvlarda o'tkazish bilan band bo'ladi. Shuning uchun vaqtda taqsimlaganda yoki liderdagi menejer tipdagi yoki lider tipdagi vaqtga ajratishimiz to'g'ri bo'ladi. Va undan tashqari uchrashuv va muloqotlarni optimallashtirishimiz kerak bo'ladi. Rahbar kadrlar ishni kun uzluksiz yig'ilishlar, ya'ni kun bo'yi uzluksiz yig'ilishlar va telefon muloqotlari bilan band bo'lib qoladi. Bunda rahbar nima qilishimiz kerak? Rahbar o'z rejasiga uchrashuvlarni tanqidiy ko'z bilan qarab, nima qilish kerak? Ko'rib chiqish kerak bo'ladi va o'sha reja asosida qilinishi kunlik bajarilgan ishlar asosida qilish kerak bo'ladi. Ya'ni iloji boricha bir-biriga yaqin masalalarni, yaqin yig'ilishlarni bir vaqtda o'zida nima qilish kerak? O'tkazib olish kerak bo'ladi. Ana o'shanda siz uchrashuvlarda deb uchrashuv qilmaysiz, yig'ilish qilmaysiz. Bir vaqtni o'zida siz keyingi mayda chuyda bo'layotgan mayda yig'ilishlaringizda yoki bitta mavzudagi rejani ertaga ham qaytarmaslik uchun hammasini birga kichkina yig'ilishlarni o'tkazib olishingiz kerak bo'ladi. O'sha yig'ilishda hamma vazifalarni ko'rib olsangiz, ya'ni uchrashuv muloqotlari optimallashtirgan bo'lasiz. Vakolatlarni taqsimlash va jamoaga tayanishingiz kerak bo'ladi. Vakolat yuqorida aytib o'tib ketdik, yuqori tashkilot va tizim rahbariyatidan kelgan topshiriqlar hammamiz nima qilamiz? Topshiriq tez deb o'ylaymiz. Shuning uchun yuqorida aytdikki, siz jamoaga tayyormasangiz, siz jamoaning vakolatli odamidan foydalanmasangiz, ularni bilimidan foydalanmasangiz, sizga ertaga o'zingizning ishingizda nima kelib chiqadi? Ishingiz orqaga tortishi, ish vaqtida bajarmaganligi sizni olib kelaveradi. Shuning uchun jamoadagi xodimni uning bilimidan, aqlidan siz foydalangan holatda qilayotgan belgilangan yuqori tashkilotdan kelayotgan topshiriqni jamoaga tayanib bering. O'sha jamoadagi shu ustuningiz sizni o'sha qilayotgan ishda har bir bo'lim o'zining qilayotgan funksional vazifasini bajargan holatda sizga nima qilib beradi? Berayotgan topshirig'ingizni o'z vaqtida bajarib beradi. O'shaning uchun hurmatli tizim xodimlari, slayddan ko'rsatib o'tib ketganmiz. Hamma davrada o'tiribdi, mana yig'ilishda o'tkazib hammaga topshiriqni bergan holatni ko'rsatib o'tib ketganmiz. Shuning uchun jamoaga tayangan holatda siz bering. Shu jamoa sizni topshirig'ingizni o'z vaqtida sifatli va unumli foydalangan holatda qilib berishadi. Va hurmatli tizim xodimlari, mehnat va dam olish muvozanatini ko'ramiz. Mehnat va dam olish muvozanati o'zini rivojlantirish nima keladi? Rahbar inson ham jamoa boshqa xodimlar sari
qaynoq temir emas bo'ladi. Hurmatli tizim xodimlari, misol uchun siz rahbarsiz, qaynoq emassiz. Sizni o'zingizda ham o'zingizga yarasha ishlaringiz bor, oila tarbiyasi bor, vaholanki o'zingizda malaka oshishingiz bor, o'zingizda kasbiy rivojlantirishingiz bor. Shuning uchun ana mehnat va dam olish belgilab o'tib ketilganmiz. Bu yoqda hattoki rasmni ham berganmiz. Ana jamoa bilan siz o'zingizda oila davrasida o'tirishingiz yoki farzandlaringiz bilan maroqli dam olishingiz, undan tashqari o'zingizni ustingizda ishlash uchun sport bilan shug'ullanishingiz, vaholanki malaka oshirishga borishingiz, o'qishingiz bu kasbiy rivojlanishingiz o'zingizda mehnat va dam olishingizga olib keladi. Ana hurmatli tizim xodimlari, yuqorida ancha tavsiyalarni berib o'tib ketdik. O'sha vaqtda unumli foydalangan holatda rejalashtirilgan ishlaringizni har kunlik, haftalik rejalarga, undan tashqari har bitta tashkilotning, har bitta rahbarning qilayotgan vazifalari o'zingizning funksional vazifalardan chiqqan holatda o'zingiz o'sha belgilangan vazifalarni qilishingiz tavsiya qilinadi. Hurmatli tizim xodimlari, bugun sizlar bilan ana o'sha vaqt haqida ozgina maqollarimiz shu vaqtda to'xtalib o'tib ketamiz. Vaqting ketdi, naqding ketdi. Bekorga aytilmagan eskidan. Vaqt o'tib ketdimi, vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. O'shuning uchun vaqting ketdi, naqding ketdi deydi. Undan keyin vaqt kutib turmaydi dedik. Vaqt uchqur qush deb bildik. Vaqtingiz o'tdimi, siz soatni vaqtga qarab belgiladingizmi, siz vaqtga qarab yoki belgilamadingizmi, vaqt o'tib ketgandan keyin siz vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaysiz. Shuning uchun o'sha maqollarni biza keltirib o'tib ketganmiz. Vaqting ketdi yoki taqding ketdi deymiz. Vaqt uchqur qush dedik. Vaqt g'animat. Har bir soat, har bir minutimiz biz uchun g'animat hisoblanadi. Vaqtni qadriga yetmagan o'z qadriga yetmaydi. Va undan tashqari vaqtiga ketmas suv, ya'ni ketiga oqmas deyamiz. Vaqt o'tgandan keyin qilichingni nimaga ur? Toshga ur deyamiz. Ya'ni vaqt o'tib ketganidan siz qilichni chiqardingizmi xinidan, vaqt o'tib ketganidan keyin qilichni yana qaytar solish o'rniga jahli chiqib turgan vaqtni qayerga urasiz? O'sha toshga urasiz. Shuning uchun maqolda ham yozib o'tib ketilgan vaqt o'tgandan keyin qilichingni toshga chop degan ma'noni bilyapmiz. Hurmatli tizim xodimlari, bugungi mavzumiz sizlar bilan ozga to'xtalib o'tib ketdik. Shu mavzu bo'yicha sizlarga muvaffaqiyat ishlaringizga, shu mavzuni yaxshi o'qib olingizlar, o'sha mavzu bo'yicha sizga kerakli ma'lumotlar olingizlar. O'sha yuqorida aytganimizdek har bir ishingizda reja asosida qilingizlar, taqsimlangizlar. O'shanda ishingizda unum bo'ladi va o'zingizda ertangi ishingizda, faoliyatingizga rivoj bo'ladi. Rahmat, hurmatli tizim xodimlari.